Arg'imchoqlar uchun gamak ipidan shunaqa shaklda yasashni o'rgataman. Gamak ipi arg'imchoqlar yasash uchun cho'zilmaydigan shnur bo'lib, o'rtasida maxsus ipi bo'ladi. Bu ip arg'imchoqni cho'zilib ketmasligini ta'minlaydi. Shaklda bu chiroyli to'kilib turadigan bezak shnur o'rtasidagi ipni olib tashlamasak, bu ip qattiq bo'lib, bu yoqqa qarab turadi. Shuning uchun shaklda yasayotganda albatta o'rtasidagi iplarni olib tashlaymiz. 50 santimetrcha ip kesib olib, arg'imchoqni kerak joyiga o'rnatib olamiz. 4-5 marta iplarni bir-biriga boylab olamiz. Agar taxta munchog'ingiz bo'lsa, mana shu ikkita ipdan o'tkazib olamiz. Bu bo'lmasa shart emas. 12 dona o'rtasidan serdechkasi olingan ipni ikkiga buklab, o'rtasidan boylab olamiz. Yana 50 cm ip olib, petla ko'rinishida buklab olamiz. Shakldani orqasiga qo'yib, 4 marta yonma-yon aylantiramiz. Va aylantirilgan ipni orqadagi petladan o'tkazib olamiz. Va petlani uchidan tortib, o'rtada qoldiramiz. Diqqat qiling, chiqazib olmaymiz. Va ipni tagidan kesib, zajigalkada uchini yoqib olamiz. O'zingizga kerakli uzunlikda kesib olasiz va zajigalkada uchlarini yengil yoqib chiqamiz. Marhamat, shakldamiz tayyor. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab oling. Obuna bo'lib olish ham esingizdan chiqmasin.